Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Va liyahshallazina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqulloha va liyaqulu qawlan sadida." O'zlaridan keyin zaif bechora zurriyotlarini qoldirishdan qo'rqadigan kishilar boshqa insonlar haqidan ham qo'rqsalar va Allohdan qo'rqsalar va to'g'ri gapirsalar deydi. Ko'p insonlar farzandlarining kelajagini ta'minlash uchun tinim bilmay mehnat qilishadi, charchashadi. Ba'zi insonlar uchun farzandlarining qo'lida mol-dunyo bo'lishi xotirjamlik beradi deb o'ylashadi. Lekin ko'pchilik mana shu Alloh subhanahu va taoloning oyatidan g'aflatda. Umar ibn Abdul Aziz buyuk xalifalardan. Bu kishi o'lim to'shagida yotgan vaqtlarida amakalarining o'g'illari Maslama ibn Abdul Malik rahimahulloh kelib aytadilarki: "Ey xalifa, xalifaning farzandlari ko'p bo'ladi va ko'p narsa qoldirmayotgan bo'ldilar." Aytadilarki: "Siz farzandlaringizni hech nimasiz, bir qaruvchisiz, yordamchisiz, ya'ni homiysiz qoldirib ketyapsiz. Mana sizga deydilar 100 ming dinor deb beradilar." Xalifa Umar ibn Abdul Aziz aytadilarki: "Ey Maslama, senga bundan yaxshi narsani aytaman. Buni qayerdan olgan bo'lsang joyiga qo'ygin" deydilar. "Kerak emas" deydilar. Va aytadilarki, e'tibor beraylik. "Men ularga Allohdan qo'rqishni, taqvoni qoldirdim. Agar ular solih farzand bo'lsalar, Allohning o'zi solihlarni panohiga oladi. Agar solih farzand bo'lishmasa, ularga Allohga ma'siyat qiladigan, gunoh qilishda yordam beradigan mol dunyo qoldirmayman" deydilar. Subhanalloh. Bu kishiga zamondosh bo'lgan ulamolardan Abdurrahman ibn Qosim rahimahulloh aytadilar: Umar ibn Abdulazizning 11 ta o'g'illari bor edi deydilar. Vafot qilgan vaqtlarida bor yo'g'i 18 dinor qoldirdilar. Undan 5 dinori kafanlariga, 4 dinori qabr uchun yer sotib olishlariga sarflandi deydilar. Qolgan o'g'illarga taqsimlandi. Keyinchalik aytadilarki, men ko'rdimki, bir kunda Umar ibn Abdulazizni o'g'illaridan biri Alloh yo'lidagi jihad uchun 100 ta otni ehson qilayotganini ko'rdim deydilar. Subhanalloh. Kimning qalbi Allohga suyansa, Alloh azza va jalla o'zi unga kifoya bo'ladi. Farzandlarining kelajagini o'ylab tinim bilmay yurgan birodarim, Allohning siz ustingizdagi haqlarini esdan chiqarmang.